22 yoshimda naqd 3 ta yigit bilan gaplashdim va hozir sizga mani qilgan xatolarim haqida gaplashamiz va nimaga ular bilan отношения все-таки o'xshamagan, nimaga naqd 3 tasi bilan gaplashganman. Videoni oxirigacha ko'rib, menga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda barchasi munosabatlar haqida. Xullas, menda bitta narsiss yigit bo'lgan. Men endi uni narsistligini u payt bilmaganman va tabiiyki, u bilan отношения quraman deganman. То есть men bilasizlar, bitta inson bilan gaplashsam, yon atrofimda hech kim ko'rmaydi va bu meni eng katta xatoyim. Bu xatoni qilmanglar. Men bu versiyondan bormanda kanalda очень zo'r. Вот, keyin gaplashamiz ras u yo'l bo'lib qolaverardi-da. Men o'ylardim, tipo bo'ldi, bu bilan tugatdim уже deb o'ylardim-da. No, paydo bo'lib qolishini bilmasdim. No, paydo bo'lardi keyin. Короче, yana bir marta yo'q bo'ldi, katta vaqtga men orada boshqasi bilan gaplashishni boshladim. Tipo, по приколу, как tanish sifatida. Keyin cho'ta отношениyaga aylanib ketdi. Men judayam tez sevib qoladigan odamman. Eng katta xatoim shu, ishoninglar. Rosa empat bo'lganim uchun влюбчивыйman-da. Keyin u bilan ham tam gaplashdi, boshqa qildi. Qarasam, bu ham серьезный, chunki menga to'g'ri kelmayapti. Chunki aytaman, meni yonimdagi erkak men bilan bitta уровеньda yoki mendan past bo'lib qolsa bo'ldi, menga qiziqmasdi, ishonsizlarmi? Keyin u bilan ham отношенияni uzdim. Orada bittasi ухаживать qilishni boshlayapti. Gullar, buketlar, iPhone'lar, tipo qaysi qiz erib ketmaydi bu narsaga. Keyin rosa anaqamga qarayapti, ko'nglimga qarayapti. Keyin u bilan gaplashishni boshladi. U bilan серьезный edi. Реально серьезный deb o'ylagan edim, chunki turmush quramiz, boshqa qilamiz deb o'sha серьезный planlar quryapti-dik. No, Alloh planlari, yaratgan planlari baribir bizanikidan ancha ustun bo'lar ekan. Keyin думаю, ikkinchi qismi ham bo'ladi bu videoni. O'shancha obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin hammasi yaxshi ketyapti, boshqa bo'lyapti. Keyin uni uylanganini bilib qolman. Meni absolyutno bekitgan, to, что uylanganligini. Bu haqida gapirib ham bergandim, oldingi reelslarimda ko'rsanglar bo'ladi. Uylangan bo'lib chiqyapti. Mendachi уже odam boshidanoq aldaganini his qilganimdan keyin уже дальше отношения qila olmayman-da. Men bu insonni как erkak sifatida qabul qilmayman-da, ishonsizlarmi? Boshidan meni aldadimi, bo'ldi, dальше aldaydi unaqa odamlar. Keyin u bilan ham уже uzilishni boshladi, yo'q bordim. Orada o'sha narsiss bывшийim paydo bo'lyapti. Bu bilan отношения qotgan paytim kurashyapti, harakat qilyapti, boshqa qilyapti. Yo'q, men senga uylanaman, seni berib qo'ya olmayman deyapti. Xullas, полный romantika bo'lyapti. Bu haqida полностью sizlarga ketib beraman keyingi reelsda, chunki уже sig'madi. Так что обязательно obuna bo'linglar va sizlarda bir yilda maksimum nechta yigit bo'lgan, обязательно yozib qoldiringlar.